Yoz keldi, marojniy sezon boshlandi. Bir xil marojniy yeb to'ygan do'stlarimiz uchun ajoyib retsept. Videoni o'tkazmay, videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz ham tayyorlashni o'rganib olasiz. Qo'lbola marojniyni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar hammasi Toshloqda ochilgan Ziyo marketda bo'ladi. Bu magazinda nafaqat bizga kerak bo'ladi, barchamizga kerak bo'ladigan hamma mahsulotlarimiz bor. Sut mahsulotlari, mevalardan tortib suvlargacha, shikolatlargacha va hamma mahsulotlar shu yerda mujassam. Bu magazinni menga yoqadigan eng zo'r tarafi, hamma ishchilar klientlar uchun juda ham chiroyli muomalada bo'lishadi. O'zimizning asosiy marojnamizga qaytamiz. Bizga kerak bo'ladigan hamma narsa shu yerda. Bu yerda pishloq kirimi, ananasni konservalangani va o'zimizning damashniy qaymog'imiz. Ananasning o'rniga mango qo'shsangiz ham bo'ladi. Bu marojniy retsepti bilan do'stlaringiz va yaqinlaringizni juda xursand qilsangiz bo'ladi. Bu retseptni ko'rsatganim sababi ko'chada doim bir xil marojniy yeganimiz sababli bu yangicha bo'lganligi uchun sizlarga tavsiya qilaman. Ananasni konservadan ochganingizdan so'ng suvni hammasini quymaysiz, yarmini olib qo'yasiz va blenderga solamiz. Solib bo'lganimizdan so'ng shakar sepib, blenderdan yaxshilab chiqarib olamiz. Buni ustiga qo'shimcha hech narsa kerak emas. Xuddi shu holatda chiqarsangiz, qo'yoqligi juda normal holatda bo'ladi. Massamizni yaxshilab blenderdan chiqarib olganimizdan so'ng, marojnamiz juda chiroyli holatda bo'lishligi uchun tagiga shikolatni videoda ko'rsatilgan holatda yaxshilab eritib olamiz. Erigan shikolatimizni stakanlarimizni tagiga ozginadan quyib chiqamiz va 5 daqiqaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikka qo'yishimizning sababi marojnamiz quygan paytimiz shikolatga aralashib ketmasligi uchun. 5 daqiqadan so'ng shikolatni olib, ustiga marojnani quyamiz va buni ham kamida yarim soatga muzxonasiga qo'yib qo'yamiz. Tayyor marojnamizni olib, birinchi o'rinda buvamga degustatorlikka berib ko'ramiz. Qani, marojna qanaqa bo'ldikina, Abdulaziz qori. Biram chiroyli chiqibdi. Mazasini tataylik-chi. Internetda bang'illatadigan bo'pti-ya. Bir yesang yana yeyman deydigan bo'pti-ya. Tanjoningiz sog' bo'lsin, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hali o'zim yeb ko'rganim yo'q. Buvamni bu maqtashlaridan keyin o'zim ham tatib ko'rishga qaror qildim va yeb ko'rib, bu mazani tasavvur qilib bera olmayman. O'zingiz uyda bir tayyorlab tatib ko'ring, juda ham mazali chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.